Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar 1999 kanaldasizlar va bugun sizlar bilan open pack bo'ladi. Hozir jami qariyb 10 ta draftga open pack qilamiz. Mana o'rtada yana 5 ta pack ochdim. Qani hozir ko'ramiz, garantgacha ketadimi yoki garantdan keyin tushadimi? Qotib qoldi mana bu yerda. Uzr. Tak, endi yana ochamiz. Qani ketdi, bismillah deb. Garantda ushlashga harakat qilamiz. Faqat 119 tushsin-da, 118 tushmasin. 118 tushsa, yomon bo'ladi-da, короче. 118 chunki yomon. Sizlar esa shu orada like bosib, podpiska bo'lib, obuna, o'sha podpiska bo'lib ketinglar. 500 ta bo'lishimizga ozgina qoldi. Hali men yana shu hafta video chiqaraman va buning uchun sizlar aktivni yo'rivoringlar. Sizlarga kommentariyada yozib ketinglar, sizlarga shu hafta kim tushdi. Endi pool B'dan garantga 2 ta dona qoldi. Cho'tta walkout bo'lmayapti, lekin videoni oxirigacha ko'ringlar. Точно 2 tadan walkout bo'ladi kamida menimcha. Qani ketdi, golf deb yana bitta ochamiz. Taktika qilamiz. Mana bu yerda 117lar ko'p ekan, o'zbekistonliklar ham bor ekan. Shuning uchun shuni bosamiz. 116 over o'yinchi tushdi bizga. Chexiya, Volotar va yana Chexiya, bu Stanikmi bilmayman. Короче-da. Qani ketdi yana Bismillahirrohmanirrohim deb bosamiz va sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Ketdi. Oy, yaxshi ochko qo'shildi va oltin walkout garant Kolumbiya. Sizi Kolumbiya. Vay, 118 ku. Menga 119 kerak edi-ku. Hozir 118 ni kimga keragi bor aytinglar-da. Hech kimga keragi yo'q 118 larni. Men soneloni abmendan olamiz agar 119 tushsa agar. Va oxirgi pakni ham ochdik, walkout ham yo'q. Endi chiqib ketamiz. Sastavga kirib zaminagami? U qancha qoldi? 1425 ta. Ozgina qolibdi o'rtoqlar, emblema full bo'lishga va 126 overga chiqamiz. Ya'ni yana bitta pozitsiyani almashtirsak. Tak, mana bu yerda ham ozgina qolibdi, 120 tami 130 ta. Shu videoni, keyingi videoda o'sha bu nagradani ham olamiz. Emblemani ham full qilishga harakat qilamiz. Harakatda barakat deydi-ku. Qani hamma mana bu 114 larni dan boshlab berib yuboramiz. Abmen qilaylik. 7 ta bo'libdi-da o'zi ham. Bunaqalardan ko'p ekan. Mana berdik 118 dan fragmentni bermasdan turaman. Mana bular ham holat bo'lsin. O'rtoqlar, men endi fragmentga odam olmasliklaringizni maslahat beraman, chunki уже nima edi? Ozgina qoldi. Ya'ni 121 over kartochkalar kelishiga juda oz qoldi. 121 over kartochkalar keladimi desanglar, keladi. Jahon chempionatining 11 ta, может быть 12 ta eng yaxshi o'yinchisi kelib qo'shiladi va ularni har bittasini abmen qilib olish mumkin bo'ladi. Yana men bilmadim, shuning uchun mana bu 116, 115 dan boshlab, hech qaysiga tegmaydi. Fragmentga ham tegmanglar, odam olasizlar. Hammaga xayr. Kanalga like bosib, obuna bo'lib ketinglar. 500 ta obunachiga axir ozgina qoldi. Hammaga xayr.